Assalomu alaykum TikTokdagilar. Hozirgi kurs lecheniyamiz bitta xronitskiy kolit bilan og'rigan bemorimiz uchun ularda hamda xronitskiy kolit va birgalikda внутренний gemoroylari bor. Bir boshdan tushuntiraman. Quvvat dori ichki shamollashlar, yallig'lanishlar uchun ularning ichaklari juda ham yallig'lanib, shamollab ketgan. Kalitlar uchun mana bu xronitskiy kolitni davolab, o't ichak oshqozon jigarlarni yuvib tozalab beradi. Mana bu hammasi esa bular orqa tomondan mas, orqa tomonga qo'yiladi. Bunisi ham orqa tomonga qo'yiladi mas, tampon qilib qo'yiladi. Primochka qilish uchun mumiyoni moshtegini olib, gemoroy bor joyga shuni tiqib yuboriladi, treshinalarni davolash uchun. Mana bunisi esa 2 grammli shpritsda, ignasida emas, shpritsni o'zida jo'natiladi orqa tomondagi. Bu ham treshinalarni bitirish uchun. Bularning hammasi esa ichakdagi yallig'lanishlar. Gemoroy o'zidan o'zi kelib chiqmaydi-ku, ichki yallig'lanishlardan, shamollashlardan kelib chiqadi. Kalitga, yallig'lanishga, qon tozalashga, bu ham shamollashga, ichaklarga ham gemoroy ichki, ham tashqi davolanyapti shunda.